Voy, bu danzani ne sochib tashladingiz? Nima qilyapsizlar bunga? Buni qarang. To'xtang. Aziz do'stlar, bir narsani ko'rsatishim kerak. Buni qarang. Mana bu narsa Denza N9 avtomobilining multimedia blokining ichida telematikasi, ya'ni o'sha o'zimiz yoshlar aytishadi, radio blok, aynan sim karta ishlashi uchun maxsus bloki ham mana shu yerning o'zida joylashgan. Hozir mana Ali yoki Abdulla akam Denza N9 avtomobilini mana shu radio blokini olib, qaniydi mana shu narsasi bo'ladi o'zi ichida. Bu eSIM, o'zi mana shunaqa bo'lar ekan, eSIM, lekin buni olib o'rniga anaqasi maxsus bir moslama o'rnatib, sim karta ishlaydigan qilib berishyapti. Mana sim kartasimi, mana buni ochib bering. Mana shu yerga endi sim karta o'rnatib, Denza avtomobilida internetdan foydalanish mumkin. Afsuski, O'zbekiston sharoitida chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillarning sim kartalari va internet tarmog'iga ulanish imkoniyati yo'qligi sabab mutaxassislar tomonidan mana qo'shimcha ishlar bajariladi. Afsuski, bu ishni ham hamma ham qilmaydi. Sal maydaroq ish va juda ham murakkab ham va opasnida, sal xavfliroq. Shuning uchun mana hozir mutaxassislarimiz o'rnatishdi. Endi bundan maqsad nima? Demak, internetga avtomobildan bemalol Wi-Fi ulamasdan turib, mana shu sim karta yordamida internetga ulanasiz. Albatta, internet tezligi ham zo'r bo'ladi, bu sim kartaga ham bog'liq va eng asosiysi zamonaviy avtomobillar va shu jumladan BYD, Li, Aito avtomobillari bo'ladimi, Tesla'ga o'xshab. Demak, ana shu programma обеспеченияsi deymiz, nima deyiladi o'zbekchasi, dastur yangilanishi kelib turadi. Ana shu obnovleniyalari kelar ekan. Wi-Fi dan kelmaydi. Endi mana shu sim karta yordamida internetga ulangan avtomobilimizda yangilanish, obnovleniyalar kelib turadi. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Denza, BYD, Li, Aito va boshqa chet elda ishlab chiqarilgan avtomobillarga sim karta hamda maxsus ilovalar o'rnatish kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Mana Abdulla akam, Ali sizga yaqindan yordam beramiz.